pullaringiz minus bo'lib ketgan bo'lsa, bu narsani qaytarib olish imkoni bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'rgataman. XS brokeri pullarimni to'liq qaytarib berdi. Videoni oxirigacha ko'ring va qanaqa qilib ulardan to'liq pullarimni qaytarib olganimni bilib olishingiz mumkin. O'rtoqlar, bilasizlar, fevral oyi 1-sanasida bozorda ozroq qotishlar sabab XS meni ozgina pullarimni kechroq yopgan edi va mana shu sabab men $5000 yaqin minus qilgandim. O'rtoqlar, aynan mana shu pullarimni hammasini XS tushirib berdi. Men ularga ariza bilan murojaat qildim va ushbu brokerlar yana ham insonlarga foydasi tegadigan yaxshi brokerligini isbotladi. O'rtoqlar, agarda shu pullarimni qaytarib bermaganda rostdan tavsiya ham qilmasdim, chunki menda bo'lgan holat boshqalarga ham bo'lishini xohlamayman aytganman. Ijtimoiy tarmoqlarda XS haqida qo'ygan videolarim juda ham ko'pchilik insonlarning fikr va mulohazalariga sabab bo'ldi va XS'ni o'zlari ham bundan keyin menga aloqaga chiqdi va bo'lgan vaziyatni tushuntirib berganimda ular o'rganish ishlarini olib bordi. Bir hafta ichida pullarimni to'liq take profitlarim bilan birgalikda qaytarib berdi. Ya'ni o'sha qilingan o'zim ataylab qilgan zararlarni emas, ularni xatoligi bilan bo'lgan zararlarni to'liq tushirib berdi va agarda take profitimni qancha, misol uchun 10 lot kirganman savdoga, 10 punkt take profit qo'ygan bo'lsa, $1000 ni take profit bilan qo'shib tushirib berdi. Ya'ni $1000 minus bo'lgan bo'lsa, $2000 qilib tushirib berdi, chunki take profit qo'ygan joyimga narx borgan, o'sha joylarni ham ular hisobga olgan. Va ular o'rganishlaridan keyin pullarimni to'liq tushirib berganda men o'zimni qilgan ishlarimni, ijtimoiy tarmoqlarning insonlarning auditoriyani qanchalik kuchliligini ko'rib, to'g'risi xursand bo'lib ketdim va bu narsani sizlarga ham ilindim, chunki XS brokerda minus yurgan bo'lsangiz yoki nohaq qanaqadir vaziyatlarda sizni pullaringiz minus bo'lib ketgan bo'lsa, bu narsani qaytarib olish imkoni bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'rgataman. Xullas, o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Abdumalik Erkinovich, meni ko'pchilik taniydi. Ancha yildan beri men shu sohada faoliyat olib kelaman. Juda ham ko'pchilik insonlar bilan ishlaganman va o'zim har zamonda shogirdlar ham olib turaman. Agarda mana shu sohani o'rganib, o'zingizni bilimingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni analitikani o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zimni shaxsiy birga bir shogirdlik dasturimga yozilsangiz bo'ladi. Hozirda bu narsaga qabul ochganman, ya'ni siz kelib turib, mana shu ofisimizda biz bilan birgalikda savdo qilib, analitikani, umumiy analitikani o'rgansangiz bo'ladi. Analitika o'zi nima deydigan bo'lsangiz, analitika bu narxlarni tahlil qilish, ya'ni qaysi paytda qayerga chiqadi, narx qayerdan qaytadi, qayerdan ko'tariladi, o'sha narsani bilish eng muhim narsalardan bittasi. Sohada misol uchun ko'p narsani o'rganganingiz bilan, strategiyalarni o'rganganingiz, ba'zi joylarda bu narsa ishlaydi, ba'zi joylarda ishlamaydi. Analitikada bo'lsa, men sizlarga istagan bozoringizda, xoh kriptovalyuta bo'ladimi, xoh aksiya bo'ladimi, xoh forex bo'ladimi, hammasida ishlashni o'rgataman. Ya'ni biringinasigacha o'zimni bor bilimlarimni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Agarda bundan 8 yil oldin menda xuddi shunaqa imkoniyat bo'lganida va bunaqangi qulay imkoniyatlar bo'lganida, albatta o'zim qaytadan olgan bo'lardim. Bundan tashqari onlayn kurslarim bor. Onlayn kursimda siz noldan boshlab to'liq savdo tizimlarini o'rganasiz. Ya'ni narx qaysi tarafga ketadi, oldindan misol uchun qaysi narsaga pul tikish kerak, shu narsalarni o'rganib chiqsangiz bo'ladi, o'rtoqlar. Aynan menda bu sohaga qiziqish 2018-yildan boshlangan. Ya'ni o'sha pandemiyadan oldingi bo'lgan davrlarda bozor juda ham boshqacha yurardi. Misol uchun daily time frame'larda ham uzoq vaqt kutishimizga to'g'ri kelardi. Hozir bo'lsa bozor juda ham shiddatli, bozor juda ham tez o'ynayapti. Mana shunaqa vaziyatda siz narxni oldindan qaysi tarafga ketishini bilmasangiz, aniq minus qilishingiz tayin. O'rtoqlar, agarda mana shu sohani noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastda havola qoldirib qo'yaman men bilan bog'lanish uchun va ushbu video orqali kelgan insonlarga, mana shu o'zimni qo'ygan videomni sizlarni YouTube'da ko'rib keldim degan insonlarga yaxshigina bonuslar ham qilib beraman, xudo xolisa. Va trading sohasida faqat buy sell qilib yurishni o'zi emas. Misol uchun trading sohasida psixologiya, odamni holati, odamni o'zini xarakteri juda ham katta rol o'ynaydi. Misol uchun mana shu sohaga kirib kelganimga 8 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha 8 yildan beri tinmadim, to'g'risi. Ko'p narsalarni o'rgandim, ko'p narsalarni izlashtirdim. Misol uchun mendan boshqa inson bo'lganda, misol uchun siz bo'lganingizni prosta pulingiz minus bo'lib ketganda bo'ldi, bozor shunaqa ekanda deb ketaverishingiz mumkin edi. Men ham shunaqa qilishim mumkin edi, chunki broker pulimni qaytarib bermaydi degan narsa ichimda bo'lganida. Lekin menda unaqa emas. Men o'zimni haqqimni talab qilaman, chunki men o'zimni bitta plus tarafim videoga olib turib o'sha narsani, ya'ni сделка ochayotgan paytimda videoga olib turganman. Agar videoga olib turmaganimda, video olmaganimda, o'zim tushirmaganimda, isbotim bo'lmaganda ular menga pullarimni qaytarib bermasdi. Agarda sizlarda ham shunaqa minus yurgan bo'lsanglar ham yozinglar, o'rtoqlar. Men sizlarga yordam beraman, qo'limdan kelgancha, xudo xolisa. Agarda pullarni qaytarib olish imkoni bo'lmasa, u sizlarning xatoinglar bilan qilingan bo'lgan taqdirda men sizlarga o'sha minuslaringni qoplab berishga yordam beraman. Ya'ni sohada
sizlarga professionallik tarzda yordam berib, o'zimni bilimimni sizlarga ulashaman. Pastdagi havola orqali men bilan bog'lansanglar bo'ladi. Xudo xolasa, bu yog'iga ham Xnis bilan yana ham ishlashim uchun menga ular juda ham yaxshi o'sha ish qildi, pullarimni qaytarib berib. Agarda pulimni qaytarib bermaganda, har doimgidek Xnisni skam deb yurardim va ular bilan qaytib ishlamasdan faqatgina negativ fikr bildirardim. Hozir bo'lsa ularga nisbatan fikrim ancha yuqori va ularga nisbatan fikrim ancha o'zgardi. Ularga nisbatan hurmatim ham oshdi, chunki Xnis broker O'zbekistondagi eng yaxshi brokerlardan biri va faqat O'zbekistonda emas, butun dunyo bo'yicha ham ancha yaxshigina o'rinda turadigan broker. Boshqa brokerlarni bilmadim, lekin aynan Xnis haqida bo'lganligi uchun bu video. Xnis brokerda ishlaydigan insonlar menga aloqaga chiqinglar. Sizlarga xudo xolasa qo'limdan kelgancha yordam beraman. Charchamanglar.